Muhammad aka o'zi asli siz qayerlisiz aka? Qayerlisiz? Har xil anaqalar ko'p yuradi. Salomlar do'stim, men shu savol yomon ko'raman. Ko'pchilik mana mashinaga o'tirib qolsam, kafega kirib qolsam, ko'pchilik 95% odam juda qiziq qat'iyligimiz. Ko'rinib turibdi, men Meksikadan emasman-ku, men Ispaniyadan emasman, shu O'zbekistonlik odamman, ko'rinib turibdi. Mana shu qat'iysiz degan odamlarning o'zi bor-ku. Kichkinagina o'zi xohlagan, xohlamagan holda boyagi natsionalist bo'ladi-yu, millat ajratish, millatchilik. O'sha narsaga kelib chiqadi. Sababi, agar mendan Samarqandlik odam so'rayotgan bo'lsa, Jonboyda tursa-da, men unga Samarqandni Jonboydanman desa, xursand bo'lib ketadi. Qayerdansiz deydi. Agar men Qashqadaryoning Yakkabog'idanman desam, nisbatan pastga tushadi. E'tibor. Demak, uni odami, o'shaning oldidagi odam bo'lsam, unga men ko'proq yoqaman. Agar sal uzoqroq, agar Qoraqalpog'iston, bu Andijon, Yaypan, mana joydanman desam, voy, demak, menga o'sha pastga tushib ketib qolar ekan. Men aytaman-da, mana shu oxirgi bir bitta amaki bilan balkim ko'ryaptilarmi, yo men uzrim so'radi, endi men uzrimni qabul qildilarmi? Mendan bir 15-20 yosh katta odam, men o'zim 55 daman, endi 15 yosh katta odam necha yosh bo'ladi u odam? 70. Endi men 80 ga. Men mashinaga o'tirganda razbek tashab, kam gapira bo'lib ketyotgandim. Qo'pol bo'lsam aytaman, shu narsani men endi joizda, bilmayman, bu meni fikrim. O'sha amaki bir 3 marta 5 minut ichida 3 marta harf degan so'z ishlatdilar. Obbo 75, obbo 80, obbo 40, 60 harf bos. Ana harf bos. Endi men uni o'ynayaptilarmi ular yoki o'zi shunaqa odammi ekan degan haqlar baribir jim keturdim. 4-da vaqillab bordim-da. Men okaginam dedim. Nima uchun bunaqa nafrat dedim. Mana shunaqa oblastdan kelganlar. Agressiya. Nima uchun? O'z men Toshkentlikman. Katta dars o'sha yerda ketdi. Toshkentda o'sib chiqmaganlar, hamma kelgan. To'g'rimi? Demak, avtomatik holda bobolaringiz harfga chiqazib qo'yasiz birinchidan. Ikkinchidan, xo'p, qayoqqa borsin shu? Madridga borsam, yo Parijga borsam ishlagan. Toshkent poytaxt bo'lgandan keyin kelganda o'sha yerga tirikchilik xuddisidagi niyati bor uni. Bolasini o'qityapti, qizini erga bermoq, narsa pul yo'da sal dorodir, buttim dorodir. Yoki siz har kuni bittasiga 100 mingdan pul beryapsiz. Namanchi bunaqa nafrat dedim. Ko'p katta odam normal qarasa, men aytdim, tegib ketdim-yu, nabiralaringizga qanaqa tarbiya beryapsiz, aka dedim. Ular ham ertaga dedim, voy doddam bunaqa turibdilar, ular qizil harf aytishadi-yu bu narsalarni. Yengichalarini to'q. Mazza appetit bilan birovni kamsitish. Nabarot birovni kamchiligini yopish yaxshi emasmi deymanmi? Hammada bor kamchilik. Ko'p kuzatdim, nomer qarab, nomerga qarab o'lib ketamiz. O'zimiz g'ajib tashlaymiz. Hop, Farg'onalik nima beganam bizga, Buxorolik yo Qashqadaryo. O'zimiz-ku o'sha bittamiz emasmi shunday? Ertaga Xudo ko'rsatmasin, avvalama astag'firulloh. Yo'q esa urush boshdan, unisi astag'firulloh. Hop, nima deyman? Men chiqib, yo men faqat Toshkentlar bilan birga, yo men faqat Andijonlik, yo men faqat Qo'qonlik. Dedim, nima deydi? Unda aka 1 minutda bizani qilib pista pochoq chaqib qo'yadi-yu. Birlasha olmasak. Ahillik yo'q bo'lsa. Yo'q. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz, Amerikada yashagan o'sha Texasdan kelganman, Texas demaydi-ku. Yo'q. New Yorkdagilar. Oh, you from Texas? Uni naborot, uni ko'tarib qo'yishadi. Yo, bizda pastga tushiramiz. Bilmayman, shu ming afsus, menga shunaqa tuyuladi. Juda avjiga olib ketdi kamsitish.